Assalomu alaykum. Azizlarim, yaxshimisizlar? Hammalaringiz sog'monmisizlar? Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda mana yana sizlar bilan diydorlashdik. Umidaxonim oshxonasiga xush kelibsizlar hammalaringiz. Bugun sizlar bilan birgalikda Uyg'urcha mantiq qilamiz. Manaki go'shtlarni chiroyli qilib manaki kubikcha qilib to'g'rab olganman. Mayda qilib. Bu piyozim xuddi shunday mana mayda qilib to'g'ralgan. Hozir mana shuni aralashtirib nima qilib qo'yaman. Xamirini manaki oddiygina xamir, oddiy osh xamir olib, tuzli suvga xamir qorib, mana shunday zuvolacha qilib qo'ydim manaki. Video cho'zilmasligi uchun hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Hozir bu go'shtimizga mana to'g'rab qo'ygan piyozimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bunga albatta kerakli ziravorlardan solamiz. Universal mana shu pripravni solaman, har doim ishlatadigan. Va oddiy mana qora murch. Ola qarantar yani. Va bunga tuz solamiz. Tapga qarab solasiz hammasini. Buni aralashtirmay, shunday qo'yib qo'yamiz. Xamirimizni dumaloq qilib yoyib olganimizdan keyin, tayyor qilib olganimizdan keyin buni aralashtiramiz. Hozir aralashtirib qo'ysak suv chiqib ketadi. Buni bir chetga olib qo'yamizda. Men o'zimda uslubimda qilaman, azizlarim. Uyg'urcha mantiqni. Bismillahirrohmanirrohim deb zo'la qilib qo'ygan xamirlarimizni hozir yoyamiz. Bismillah. Hammalaringizga rahmat deyman, azizlarim. Men uchun jon kuydirib, shunaqa chiroyli tilaklar bildirib, menga sog'lik tilagan, chiroyli fikrlar bildirib, chiroyli kommentlar yozgan meni kuzatuvchilarimga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman albatta. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni rohatini ko'ringizlar Allohim. Mana shu yaxshi qilgan tilaklaringiz, yaxshi niyatlaringiz albatta o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin. Xudoga shukr, tomog'im ancha yaxshi bo'lib qoldi, lekin hali ham baribir bor, o'zini nimasini qiladi. Vaqtiga borib yaxshi bo'ladi, baribir dorilar ichyapman. Chiroyli niyatlar qilgansizlar, chiroyli tilaklar bildirgansizlar. Buning uchun albatta sizlarga rahmat deyman. O'zimda minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shunday chiroyli yozgan kommentlaringiz uchun albatta qo'llaringiz dard ko'rmasin Allohim. Borlaringizga shukr, hammalaringizda. Albatta hamma narsani qo'limdan kelganicha, o'zim bilganimcha qilib ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Bu o'rgatish emas, endi sizlar bilan suhbatlashib taom tayyorlayman albatta. Har bitta insonda o'zini yo'nalishi, o'zini
taom tayyorlash uslubi bor albatta. Hech kim birovga o'rgatish, nima qilishda emas. Sizlar bilan suhbatlashib, dardlashib taom qilgim keladi. Roliklarim yoqayotgan bo'lsa albatta kanalimga obuna bo'lib, like bosib, mana shunday chiroyli fikrlaringizni bildirasizlar degan umiddaman. Bir muxlisarim so'ragan ekan, Rexonani judayam ajoyib Rexona deb nima qilgan edim. Bu reklamamiz haqiqatdan juda zo'r Rexona. Hozir shuni olib kelib ko'rsataman. Nomini so'ragan edilar. Albatta o'zlarini nimasiga bildirgan fikrlarini tagiga, izohlarini tagiga yozib qoldirdim nomini. Lekin hozir shunda bo'lsa ham o'sha Rexonani olib kelib bir ko'rsataman. Haqiqatda yaxshi Rexona azizlarim. Ishlatganlar buni nima qilganlar albatta biladi. Effekti juda ham zo'r. Endi kimga qanaqa, menga juda ham mos tushgan. Bu Rexonadan adashmasam 4-marta ishlatishim. Juda ham zo'r. Hozir mana shu xamirimiz ozgincha dam olguncha o'sha Rexonani olib kelib sizlarga ko'rsataman. Mana azizlarim, sizlarga ko'rinyaptimi? Mana nomini o'qib, nima qilib olishlaringiz mumkin. Korobkalari bilan ko'rsatyapman. Juda ham zo'r. Bu reklama emas. Mana o'zimga mos kelgani uchun, o'zim doim ishlatganim uchun sizlarga ham albatta tavsiya qilaman. Juda ham zo'r Rexona. Effekti shunaqa zo'r. Bir ishlatasiz, bir surtasiz, bir haftagacha quruq turadi. Shunaqa zo'r. Endi menda shunaqa. Endi qolganlarda bilmaman, lekin ichida juda ham kam bo'ladi. Mana. Hozir albatta buni ishlatdim. Mana qarang, mana nima qilganingizni mana shugacha. Shugina. Juda ham kam, lekin kam bo'lgani bilan effekti shunaqa zo'r. Biroz puli qimmat, lekin puliga albatta arziydi. Mana shu Rexona so'ragan muxlislarimiz uchun bu albatta olib ishlatib ko'ring va o'zingizni nimangizda fikringizni albatta yozib yuborasiz. Effekti qanaqa bo'ldi sizda? Sizga qanaqa nima qildi? Menga juda ham yoqadi shu Rexona. Mana endi olgan zivorlarimizni chiroyli qilib yoyib olaman. Men uchun jon kuydirib, shunaqa takliflar bildirib, bunaqa qiling, bu dorini iching, bunaqa ukol oling deb shunaqa jon kuydirib, qayg'urib yozgansizlar. Buning uchun albatta sizlarga kattakon rahmat azizlarim. Borlaringizga shukr. Oddiy qilgan o'sha taomim ko'pchilikka juda ham manzur bo'ldi. Keyin koreyska tuz haqida ko'pchiliklaringiz yozgansizlar, unaqa ko'p ishlatmang. Bu qoshiqchasi juda ham kichkina. Hozir ko'rsataman. Mana kichkinagina.
bunaqa ko'p solmadim. Ta'mini taxir qilib yuboradi deganlarga ta'mini unaqa taxir qilmaydi. Mana shuni doim shunaqa ishlatib, shu taomlarga hamma taomga ham solavermayman. Shu o'sha pomidorni nordon ta'mini oladi-da, mana shu koreyskiy tuz. Pomidorda baribir ham ozgincha nordon ta'm bo'ladi. Ana o'sha pomidordagi nordon ta'mni oladi. Chunki koreyskiy tuzda shirin ta'm bor. Shuning uchun soldim. Ta'mini juda ajoyib qildi. Bo'lmagan narsani o'xshamadi deyman azizlarim. Borini boricha aytaman. Yo'q narsani, yaxshi bo'lmagan narsani zo'r bo'ldi demayman hech qachon. O'zimni maqtash uchun, o'zimda nima qilish uchun. Ta'mi haqiqatdan zo'r bo'ldi. O'sha kuni sizlarga agar nima qilgan bo'lsangiz ham aytdim. Bolalarim ham juda ham yaxshi ko'radi taomni deb. O'zi oddiy taom u. Lekin haqiqatda bolalarim ham yaxshi ko'radi-da. Dimlama bor edi bo'lmasa, dimlamani yemay o'sha taomni yedi azizlarim, bolalarim. Ko'pincha bu taomni tushlik paytida shoshilib turganimda qilaman, bolalarim shunaqa yaxshi ko'radi. Maza qilib yeydi. Mana shunday qilib mana yoyib olamiz. Dim-dimaloq qilib. Ko'rinyaptimi? Yoyganimiz. Üstü qazib qolmaslik uchun paketga solib qo'yaman. Buni xamir oddiy namakopli sho'r suvga qilingan oddiy xamir. Ortiqcha hech narsasi yo'q. Tuxum solinmaydi. Yo'g'urcha. Mantiga men tuxum solmayman. O'zimda uslubimda, har doim qiladigan uslubimda qilib ko'rsatyapman sizlarga. Sizlarga ma'qul bo'lsa, albatta sizlarim tayyorlab ko'ringiz, mana shu usulda juda ham ajoyib chiqadi. Mana hammasi mana shunday qilib yoyib olaman hozir. Bir tekisda manaki ikkitalab yoysangizlar, bir tekisda dim-dimaloq chiqadi. Naqa qiyshiq, nima bo'lib qolmaydi. Yopishib qolmaydi. Ulla-bullab mana shunday qilib mana yoyaverasiz. Xamirni chiroyli qorsiz, yoyishingiz, yoyganingizda bir tekis qilib chiroyli yoyinglar. Hamma gap xamirni yoyilishida, chiroyli yoyilishida, xamirni qilishingizda. Xamirni qancha ko'p mushlab, chiroyli qilib qorisangiz, yoyganingizda sipta bo'lib, silliq bo'lib, bir xil bo'lib yoyiladi. Men xamirni juda ko'p mushlayman. Albatta osh xamir olgandan keyin 10 minut, 15 minutdan keyin yana qayta bir mushlab qo'ying, azizlar. O'shanda xamiri silliq bo'lib zo'r chiqadi. Siz xohlagan formani chiqarib beradi-da, yoyilishida.
O'zingiz xohlagan formada yoyib olasiz. Shaklda. Mana qarang, umuman qiynalmaysiz, yopishmaydi ham. Qancha ko'p mushlasangiz suvi yaxshi yediriladi. Nima bo'lib qolmaydi. Xamirli ovqatlarga juda anaqa ustamasman, lekin har doim qilgan xamirli ovqatlarim xo'jayinimga ham, bolalarimga ham, qaynatamga ham, o'zimda ota-onamga ham juda ham yoqadi. Maqtab yeydi. Har doim. Bunaqa o'xshamay qolmaydi xamirli ovqatlarim. Allohga shukr. Juda ham ajoyib chiqadi har safar. Noningizni chiroyli chiqishi ham, qilgan taomlar, xamirli taomlaringizni chiroyli chiqishi ham albatta qilingan xamirga bog'liq. Xamirni qancha ishlov berib, mushlab chiroyli olsangiz, zo'r chiqadi. To'g'rimi? Kommentda albatta kutaman o'zlaringiz fikrlaringiz, sizlar fikrlaringizni. Meni fikrimga qo'shilganlar bormi azizlarim? Fikrimga qo'shiladiganlar bormi? Sizlar nima deysizlar? Xamirda chiroyli yoyilishi nimada? Nonda chiroyli chiqishi nimada? Albatta kommentariyada yozingizlar azizlarim. Har bittalaringizni kommentlaringizni o'qiyman, har bittalaringizni. Yozgan pillaringiz o'qimasligim mumkin. Vaqtim bo'lganda albatta ko'rib, o'qib, javob yozishga harakat qilaman har bitta kommentga. Sizlarning fikrlaringiz menga juda ham muhim. Hamma narsadan yaxshilik ko'rish kerak-da inson. Men shu yozilgan kommentlardan ham yaxshilik izlashga, yaxshilik nima qilishga harakat qilaman. Men shu bildirilgan negativlardan ham o'zimga nimadir olaman. Har bittalaringiznikidan. Birdan o'zi 2-3 marta aylantirganingizda figurasi birdan kelib chiqyapti. Mana dum-dumaloq bo'lib, bunaqa qiyshiq bo'lib qolmaydi. Bir xillik qilmaslikka albatta harakat qilaman. Sizlarga har xil taomlar ko'rsatishga, qo'limdan kelganicha, o'zim bilganimcha, qo'limdan kelganicha ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunday qilib hozir hammasini yoyib olaman. Mana yo'lachalarimni yoyib oldim. Mana go'shtimizni piyoz bilan, so'ng ziravorlarim bilan aralashtirib oldim. Mana ki qasnoqlarimiz bilan taxlab oldim. Gazga suvini qo'yib qo'ydim. Mana bu kosamizga endi hozir mantini takin yog'lab qo'yishimiz uchun yog' solib olaman.
Tugishda boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Mana shunday qo'yib olamiz. İçiga mana nachinkasini qiymasini solib olamiz. Tabingizga qarab solasiz. Mana bunday kirgizasiz. Tortib tugib ketaverasiz. Yog'lab, yog'ga bir botirib qo'yamiz. Men xamirni unaqa qalin qilmayman, yuqagina qilaman. Qalin qilsangiz tutganingiz chiroyli chiqadi. Qalinroq qilsangiz tugilishi osonroq, naqshlari chiroyli chiqadi-da. Lekin men unaqa qalin qilmayman. Qo'limdan kelgancha o'zim bilganimcha qilishga harakat qilaman. Mana shunday qilib hammasini tugib olamiz. Ko'rinyaptimi? Albatta professional emasman, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilaman o'xshatishga. Mana shunday qilib hozir tugib chiqaman hammasini.
Mana azizlarim, bitta qasnovni tugdim mana. O'xshadimi, o'xshamadimi? Qo'limdan kelgancha o'zimning uslubimda qildim. Hozir endi bag'ini ham shunday tugib, pishganini, tayyorini ko'rsataman. Taomimiz ham tayyor bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi buni suzib olaman hozir. Mana qarang qanaqa chiroyli chiqdi. Hozir chiroyli qilib buni suzib olaman-da. Shunaqa zo'r chiqdi. Kichkintoyim u yoqda yeb yotibdi. Zo'r bo'ptimi qizim? Ayyana. Hozir solib beraman yana qizim. Judayam ajoyib chiqdi. Shunaqa sochni chiqqan, sillarini qilib boryapti. Manaki. O'xshabdimi azizlarim mana. Judayam ajoyib chiqdi. Shunaqa zo'r chiqdi. Mana. Bunga albatta mana shunday qaylalarini ham qilsangiz. Mana shunday qilib, mana qaylalardan solib. Mana qarang. Azizlarim, hammalaringizga yoqimli ishtaha tilayman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Albatta ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda yana sizlar bilan diydorlashaylik. Hozir bu mantilarning ichini bo'lib ko'rsataman. Issiq. Mana. Qarang. Suvlarini mana. Shunaqa zo'r chiqqan. Xamirlari ham mana yo'qqagina. Hammalaringizga yoqimli ishtaha tilayman. Albatta ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar azizlarim.